Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, sotuvga Kia Tasman pikaplari birin-ketin yetib keldi. Bular arabka bo'ladi. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Haqiqatan bir futuristik qilib joy qilib ishlab qo'yganda, lekin bu kuzov qaytarilmaydi, ajralib turadi. Hop, oldida 360 gradus kamera, luparik, patfarniklarni ko'rsating. Patfarniklar ham luparlik o'zgacha ishlab qo'ygan. Endi motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qadrdonlar, bu 2.5 motor, turbo motor bo'ladi. 4 silindrli motor, ot kuchi 277 dan 281 ot kuchiga ega. Buni o'rtoqlar 422 Nm, benzin rasxod ko'pchiligiga qiziq. Benzin rasxodi 0 dan 100 km gacha 12-14 litr atrofida bo'lyapti. R17 diska ballon degan bu shahar bopi. Bilasizlar, MT yoki AT, ana offroad ballonlarni taqsim shu o'zgacha ko'rinishga keladi. Hadovoy ham ko'rsatib ketasizlar, bu ramli pikap bo'ladi. Hadovoylarni ham darobotga qilib ko'tarsa, vuash go'zallashar ekan mashina. Mana ichiga motor oldi, Alloh hammalarga yetqizsin. Ajoyib Type-C'ligi joy. Ha, 8 pog'onali avtomat korobka bo'ladi. Bu 360 gradus kamera, hamma kerakli narsalar bor. Orqa oldi tortadi. Keyin sport komforti bor. Multi-rul ham ajoyib ishlab qo'ygan, to'g'ri qilib bor. Mana material nimani eslatdi, bilasizmi? O'zimiz amerikanskiy pikaplarni, keyin ana V bor-ku, Cadillac V da materialli bo'lib keladi-yu. Xo'p, boshqa ishlab qo'ygan bor-ku, kombinatsiyani. Obsidianlarni ham ko'rsatib keting, o'rtadagi mana hollarni, sruchkalarni. Boshqa ishlab qo'ygan bor-ku. Orqa o'rindiqlari ham keng ekan. Eshikning ruchkasini albatta ko'rsatib keting, ochadigan ruchkasini. Buni evakuator, keyin katta trak haydaydigan okalarimiz bilishadi. Mashinani ballonini yoki yana remenda tortadigan xuddi o'sha ruchkasi bo'ladi bu. Keyin mana deflektorlar ishlab qo'yganlar bor. U haqiqatan futuristik qilib boshqacha yondoshgan. Mana buni qarang. Barsetkaga o'xshab orqa cho'mchaklarni qilgan. Mana bu Type-C'ligi joy. Sedan dizaynini qarang. Lekin oldidagi passajir, shofyorga ham zo'r ekan. Mana podgaloniylar bor-ku, nafas olib turadi. Tomoni haqiqatan futuristik qilib ishlagan. Menga tikib qo'ygani yoqdi bor-ku, ko'jasini. Boshqa ishlab qo'yibdi, lekin 5 kishi bemalol ketaveradi. Sedenalar ham udobniy. Boshqa ishlab qo'yibdi, lekin haqiqatan uzunligi juda ham uzun ekan. Kichkina ko'rinayotgandir-u, 540 ekan uzunligi, 5 metr 40 sm. Keyin garlavinani, benzin bakiga garlavinasini bekitganini qarang, juda chiroyli qilganda. Haqiqatan ham offroad diska ballonlarni taqib, ozgina yana ko'tarsa o'zgacha ko'rinish keladi. Keyin oyoq qo'yadiganlarni ko'rsatib keting. Haqqoni ana taxoda keladigan Z71 larni oyoq qo'yadiganidan ekan. Orqa ko'rinishlari ham haqiqatan futuristik domi ajoyib bor-ku. Keyin eng qiziq joyi, mana Jeep pikaplari bor-ku, bizda Jeep Wranglerlarni o'shani stopnisiga o'xshab ketadi, oyoq qo'yib chiqadiganlar. Mana anaqalarni qarang. Stopnilarning turishini qarang, joylashuvini, orqada kamera. Buni o'rtoqli buksirovkasi qiziq. Mana shu go'dasiga 3,5 tonnagacha buksirovka qilar ekan. Keyin yuk ko'tarishi o'rtoqli payload deyiladi, 1 tonnagacha yuk ko'tarar ekan. Shu videoni tagida qadrdonlar bojxona yo'l kira yozib qo'yaman. Bular arab bo'ladi. Bu premium komplektatsiya. Bizda hamma komplektatsiyasi bor.